zavodda o'zamiz. Arzon narxlarda vodiy ichi dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan chiqartirib beramiz. Muroyimizni Kosonsoyga chiqarib beryapmiz. Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga. Mana podiyonlarga chiqishda ham xalosday holatda o'zini quvvati bilan bemalol tortib chiqiladi. Panejni muroyimiz to'xtab turibdi. Ana tablo 0, hech qayerga yurgani yo'q. Panejni ko'taramiz. Bunda Pantasidan 2000 tal yaxshisidan ramalari mustahkam bo'ladi. Kechagida imkon boricha muroyimiz yurgan holatda emas, to'xtab turgan holatda panejni hamda pavajiniga ko'tarilib uriladi. Tayyor bo'lgan holati mana shu holatda bo'ladi. Moslari Xitoyda o'zida butun keladi. Motorlari 2000 watt. Juda mustahkam. Bu tarafda esa samasval elektr muroylarimiz yig'ilishlari birinchi partiyasi chiqishda boshladi. Bemalol upakovka holatda keladi, ko'rish mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari hamda Telegram kanali kuzatuvchilari. Sizlarga yangi yig'ilishda davom etyapmiz. Bu 3-marta obzorimiz kabinali elektr muroyimizga. Nimaga qayta obzor qilyapsizlar deganlarga o'zgarishlar bo'lyapti, yillari yangilanyapti, ranglari borgan sari chiroyli bo'lyapti, sifati ham shunga yarasha o'zgaryapti. Yaxshi, albatta yaxshi tarafga, yomon tarafga emas. Olay turgan xaridorlarimiz bilishadi. Sifatlari a'lo darajada bo'lyapti. Hali hech kim jalba qilishgani yo'q yoki norozi bo'lishgani yo'q. Kabinali muroyimlarimizdan olgan odam maza qilib minyapti, Xudo xolasa. Ataylar mana bugun ham zavodda yangi partiya chiqadi. Keldik, video obzor qilib sizlar obunachilarimizga ko'rsatish uchun ikki xil rangda, qora hamda mokriy rangda ko'rish mumkin. Ikkovini ataylar yonma-yon qildik. Ko'pchilik mokriy desa qoraga yaqinmi deb so'rashgani uchun endi ayrimlar bilishadi, ayrimlar bilishmaydi. Bilganlar buni aybga yoymaysizlar. Mokriy rangimiz shu, qora rangimiz endi hammaga aniq, qora glansivý. Xo'p, muroyimizning texnik xarakteristikalari: tepada 4 ta tuman kafari, tom qismida bagaj qismlari bor. Oldida 6 ta yorituv chirog'i, albatta oldilarida dugalari bilan dvorniylari mavjud. Yonda bakovoy chiroqlari, sertifikat qog'ozi alohida bu ham beriladi. Kabinalimiz 1 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega. Motor miyalari 2000 wattli qilib ishlangan. Akkumulyatorlari 68 amperli akkumulyatordan naqd 6 ta. Salon qismida deyarli o'zgarish yo'q. Elektronli tablo, audio sistema bor, ko'rishlar mumkin. Zatniy kameralari, radio hamda Bluetooth. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, zatniy kamerasi ham mavjud. Bemalol xarid qilish mumkin. Xo'sh, uzatmalar qutisi, oldinga, orqaga hamda neytralga, zatniy kamera, zo'rming bor. Panejni rechagi hamda ruchnoy rechagi ko'rish mumkin. Pedallar 2 ta, gaz hamda tormoz. Qo'shimchasiga keladigan bo'lsak, qo'shimchasida nimalar bor deganlarga, balon uchun maxsus bir zgaviga, maxsus bort rezinkalari, dvorniga ko'rish mumkin. Damkrat hamda balon qilichlari, o'zini maxsus mana shunday nikel obshirkasi hamda reklama qog'ozi, zaryadni hamda bort qismini ko'taruvchi silindri. Juda chiroyli ishlangan. Tepada plafon faralar mavjud, predve oyna, tepada maxsus ventilatorlari juda chiroyli ishlangan. Xo'p, muroyimizda orqasida ham mana shunday o'rindiq mavjud. Dalaga yoki boqqa odam olib borsalar ham juda qulay. 6 ta har uchala tarafida tiyaga bor, 6 ta tiyaga bilan o'rnatilgan. Orqa stoplari ham oddiy lampochka emas, LED terilgan, ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ish. Xo'p, muroyimlar yangimi degan savolga mana gap isboti bilan bo'lsa, 29-sanada chiqqan, aprel oyining 29-sanasi. Bugun 30-aprel. 30-aprel holatiga zavodda o'zida video obzor qilyapmiz, ko'rishlar mumkin. 10 ta muroyim chiqyapti, har kun chiqqani, har kun sotilyapti. Bu kecha yig'ib tugatishgan, mana bugun 10 ta chiqdi, 10 ta sotilib bo'ldi. Bemalol ko'rib xarid qilishlari mumkin. Qo'limizdan kelgancha sizlarga sifatli va arzon mahsulot yetkazib berish uchun harakat qilyapmiz. Alloh nasib qilsa bundan keyin ham shunday davom etamiz. Juda chiroyli holatda ishlangan. Salon qismlari bejli hamda oq rangli kollaboratsiya qilingan. Polilari yaxshi, sifatli poli qo'yilgan. Poli qismi rangi jigarrang. Ko'rish mumkin. Hammasi bir xil. Xo'p, muroyimizni bort qismini ko'tarib ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. Bort qismi ko'tarilgan holatda qanday holatda turadi? Bort ham joyini pastda turmaydi, baland, chiroyli holatda bemalol yuklarni ag'darishlar mumkin. Xo'p,
Rama qismlari mustahkam, o'zini mana shunday berka nomerlari bor. Bitta narsa e'tibor berib qo'yishligini so'raymiz. Muravey borganda mana bu berka raqam bo'yicha Muraveyda yili 25 ekan degan narsa gumon bo'lishi mumkin. Muraveyimiz haqiqatda 25-yil Xitoy tomonidan ishlab chiqarilgan, lekin zavodda 26-yilda yig'ilyapti. Akkumulyatorlari ham 26 yangi holatda. Shunga e'tibor berasizlar. Bu Xitoydan 25-yili chiqib ketgan. 25-yil 10-oyda Xitoydan chiqib ketgan. O'shaning uchun berkalarda 25-yil, lekin Muraveyning o'zi yig'ilish jarayoni 26-yilda. Buni xudo xolasa zavodda ichkarida yig'ilish jarayonini video qilib montajda to'g'rilab ketamiz. Motor miyalari 2000 wattlik ko'rish mumkin. 4 ta amortizator, 4 ta resor, 4 ta prujuna. Albatta zapaska bo'limi busiz bo'lmaydi. Silindr deganim mana ikkitasi qo'yganmiz, ikkitasini qo'yib qo'ymaganmiz. Mijoz o'zini xohishiga qarab. Muraveyimizning narxi o'sha o'zgarish bo'lgani yo'q. 1350-1340 dollar sotyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol pastga nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Hozir Muraveyimiz yurish qismini ham test drive qilib beramiz. Alloh nasib qilsa, olgan odam maza qilib minyapti. Bu Muraveyimizni olay turganlar bilishyapti, sifat qanaqaligini, yurishlari qanaqaligini hammasi talabga javob beryapti. Xo'sh, sifat nazoratidan o'tami deganlarga mana zavodning o'zi maqsad. Hurmatli mijozlar, va'daga muvofiq mana Muraveyimizni test drive. Havo quyoshlik bo'lgani uchun kameramiz to'liq holatda sizlarga yetkazib berilmayapti. Doimo Muraveyga o'tirganda neytralga holat bo'ladi. Yana bir narsani e'tiborga olib qo'yinglar. Panejning richagida imkon boricha Muraveyimiz yurgan holatda emas, to'xtab turgan holatda panejni hamda pavajiniga ko'tarilib uriladi. Bu asosan yuk uchun hamda podyomlar uchun ishlaydi. Muraveyimiz test drive. Bismillah. Yurishlarni ko'rish mumkin. Ortiqcha ovozlari yo'q. Juda chiroyli yurishlari. Qolgan odamlar maza qilishyapti. Mana podyomlarga chiqishda ham xalosday holatda o'zini quvvati bilan bemalol tortib chiqiladi. Lekin yuk bilan bo'lganda panejning richagida ishlatasizlar. Oldingi Muraveylarimizda bilsalaring, rulda burganda ozmos metalga ishqalanish ovozlari chiqardi. Mana bularda shu narsalarni ancha bartaraf qilganmiz. Mana endi sizlarga panejning richagida qanday ishlatilinadi. Panejni Muraveyimiz to'xtab turibdi. Mana tablo 0, hech qanaqa yurgani yo'q. Panejni ko'taramiz. Bunda panejnida Muraveyimiz sekin harakatlanadi, lekin quvvatli harakatlanadi. Bu narsa faqat yuk bilan ishlatilinadi. Shuni hisobga olinglar. Panejnida uzoq masofada harakatlanish mumkin emas. Masalan uchun hozir videomiz uchun test drive'da ko'rsatib beryapti. To'xtagan holatda mana yana Muraveyimiz to'xtab turibdi, 0 holatda. Buni panejnidan uziladi mana. Zatni kameraga urilgani ham bemalol zatni kameralar ko'rsatadi. Sifatlari a'lo darajada. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Zavodda o'zimiz arzon narxlarda vodiy ichi dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda dastavkalar bilan chiqartirib beramiz. Qanaqa holatda bo'ladi deganlarga kabinali elektromobil chochma holatda keladi. Xitoydan ko'rish mumkin. Miyalari kattasidan 2000 tal, yaxshisidan ramalari mustahkam bo'ladi. Zapinoslari Xitoyda o'zida butun keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Motorlari 2000 watt. Juda mustahkam. Mana shunday konveyer qilib chochma holatda ustalarimiz yig'ishadi. Ustalarimiz ham juda malakali, tajribali ustalar. Xudo xolasa chiroyli holatda kabinali elektromobillarimiz yig'ilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Oldi vilkalari ham prujunali mustahkamidan. Prujunalari qalinligi ham ancha qalin. Chiroyli holatda, mana shunday holatda yig'iladi va tayyor bo'lgan holati mana shu holatda bo'ladi. Bu tarafda esa samasval elektromobillarimiz yig'ilish jarayoni. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Kabinali elektromobilimiz ana birinchi partiyasi chiqishda boshladi. Bemalol murojaat qilsangiz sizlarga ham chiroyli holatda yetkazib beramiz. Bu esa benzinli elektromobilimiz. Har bir mahsulotimiz mana shunday Xitoydan upakovka holatda keladi. Ko'rish mumkin. Brendlar tushirilgan holatda, boshqa brendda narsasi emas. Mana shu zavodda ana shu brendning narsalari keladi. Balonlari, diskalari ko'rish mumkin. Juda chiroyli holatda. Hattoki mana shunday bort qismlari mana shunday havoli salafanlarda o'ralgan bo'ladi. Ko'rish mumkin. Qirilgan, chizilgan pachoqlari imkon qadar bo'lmaydi. Sizlar uchun sifatli va hamyonbop narsalar chiqarishda davom etyapmiz. Bizga obuna bo'lmasdan kuzatib turganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hali oldinda yangiliklarimiz juda seroq. Va'da qilganimizda, hurmatli obunachilarimiz, kabinali Muraveyimizni Kosonsoyga chiqarib beryapmiz. Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa,
shu turdagi kabinali yoki usti ochiq yo pol kabina elektromo'royinlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Pryamoy zavodni o'zi bilan ishlaymiz. Sizlarga ham chiroyli holatda yetkazib beramiz.